Sekin bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Musofirdagi aka-ukalar, YouTube kanalimiz obunachilari, Muxtorxon TV YouTube kanali obunachilari, charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Bahor ayyom bu ham mana kelib ishlarimiz ham xudo xolasa inshaalloh yurib, gazini bosyapsizlarmi? Mana bugun xudo xolasa Muzaffar tog'a briketlarni oldiga kelganmiz. Muzaffar tog'a assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? O'ryapsizlarmi? Assalomu alaykum. Nimani endi bugun xudo xolasa briketlarimizni bir qator bizga ma'lumotini berib o'tasiz inshaalloh. Vaqtlar bormi? Bemalolmi? Vaqt topamiz. Reklama uchun vaqt bor. Bo'ldi, xudo xolasa. Biz endi Muzaffar tog'a xudo xolasa bizni obunachilarimiz aksariyati musofirdagi aka-ukalar, aksariyati Rossiyadagi, Polshadagi bizga nimalarni qoldirishadi. Xudo xolasa bemalol telefon nomerlarini aloqaga chiqishlik uchun qoldirsalar, inshaalloh aloqaga chiqishadi. Bular haqida bir qator bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Bu lishlari nechilik bo'ladi? Ichidagi qo'yilib turgan nimalari, bu svorkalari ko'chib ketib qolmaymi? Shular haqida ham bizga bir qator ma'lumot berib o'tasizmi? Haqiqatda to'g'ri aytdingiz Muxtorxon. Buni ko'pchilik so'rayapti. Hali reklama uchun emasmi? Endi ko'pchilik birinchi ko'rganlar, ayniqsa ayollar reklama uchun ko'p, hali reklama uchun bo'lgan narsalar buzilib qolyapti, olyapmiz deydi, reklamasi zo'r deydi. 1.8 lis mana. Islari? Ha, 1.8 o'sha plyusovoy deydi. Buni 2lik deb sotishadi o'zi. Shunaqa listdan yasalgan. O'rtasidagi o'q 12lik, toza 12lik bo'ladi. Orqalari mana svorkalangan. O'sha yaxshilab svorkada quyiladi. Katta apparat mana apparat. Katta apparatda quyiladi. 180 apparat ishadi. Eski apparatda shunda quyiladi. Bo'g'lari ham 1.5 stenkali turbadan bo'ladi. Turbasidan, turbasi shunaqa bo'ladi. Turbasi shunaqa. Ichidagilari ham o'sha 1.5 stenkali. Bemalol yaxshilab metlari ham svorkalanadi. Mana bundan ko'rsatib qo'ysak bo'ladi mana. Tayyor bor ekan-a? Yaqin olib keling. Mana svorkalangan. Ichlari ham obunachilar, mana ichlari ham o'ta plotniy, o'ta skromli ishlangan. Skromli. Ko'rgan odam ham mazza qiladi. Endi Muzaffar tog'a buni ishlatgandan keyin endi bizni qishloq joyda, endi biz joyimiz ham qishloq joy. Boshqa joydan aksariyat qishloq joydagilar oladigan-da, endi gazi bor odam chiqacha buni qolmaydi-yu. O'shanga buni olib ishlatyap turganda bu ichlariga to'lib qolib, tiqilib qolib, anaqa narsa bo'lmaydimi? Zanglab anaqa bo'lib ketmaydimi? Endi bu shular haqida ham bir vaqt o'tishi bilan to'ladi. To'ladimi? Ha, suyuq bir go'ngga o'sha yo xokaga aralashgan narsasi orqasiga o'tadi buni. Orqasiga o'tadi, bir vaqt o'tishi bilan har safar issig'ida yuvib tursa uncha o'tmaydi. Lekin o'tgan paytida bir yildan yo bir nima bo'lganda mana boltini bo'shatsa, mana o'zi tushadi pastga. Qo'shishib chiqib ketadi. Ichidagi chiqib ketadi. Ichidan chiqadi. Ichini bemalol tozalab, atvirkadan bir nimadan tozalab, yuvib, yana nima qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Bir 2-3 yil ishlatgandan keyin hali 4000 so'mga nimadan beradi, hali kreskalarda. Ko'chalarda. Arzon qora kreskalarda. Kreska, o'shalardan bir sepib qo'ysa ham bo'ladi, o'chirib zangga qo'ysa, yana davom ishlab ketaveradi bu narsa. Yo buni yo ichini o'sha ishlashda bir haftada bir martami ichlarini yog'lab turish kerakmi? O'shanda yaxshi bo'ladimi? Endi yog'lasa, o'sha bir ishlatmagan paytda yoqqa tiqib qo'ysa yaxshi turaveradi. Yoqqa tiqib qo'ysa, atroflarga ham bo'laveradi. Nimagaki bu narsani ichida o'shanday loyiqalab turgan massa turish kerak-da. Yog'lanaversa bu narsa silliq bo'lib tushib ketadigan o'zini qiynaydi bu. Tushib ketib qolaveradi. Yuvib qo'ysa bo'ldi yaxshilab. Yo'q chiqsa uni ko'pchilik o'shanaqa ishlatishiga bog'liq endi. E'tiborli va xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ladi shunda. Mana gladkilari xudo xolasa ko'chib ketib qolib anaqa bo'lmaydi, uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Keyin o'zini ishiga ishlatsa, keyin o'sha ichiga bir tosh kirib qolmasa, katta nimalar, qattiq nimalar kirib qolmasa, bo'ldi o'zgarib ketmasa, o'shanda ham sal og'irlashib qolishi mumkin. Regirovka qilsa bo'laveradi yana. O'sha ozgina o'sha bosib turganda tiqilish jarayonlari bo'ladigan bo'lsa, ichkarilari qolmasa kattaroq. Ichkarilarni bemalol bir qator bir ko'rib qo'yishadigan bo'lsa, nima bo'ladi, nima deydi? Bu ham dunyo jahon narx bas, xudo xolasa. Narxlar nech bo'ldi endi hozir shunisi? Narxini O'zbekiston bo'ylab o'sha bitta narx qo'ymoqchiman shu kunlarda. Bo'laveradi. 250 mingdan tushadi sizlarga. Hozir masalan endi biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani joyi, Bog'dod tumani bo'ladigan bo'lsa, Samarqand viloyatigacha o'sha bir xil narx bo'ladi. Ketaveradi. Qoraqalpog'istonga bo'lsa ham. Qoraqalpoqqa ham 250 ming. Juda zo'r, juda zo'r. Pochtamiz bo'lish kerak. Pochta bo'lishlik kerak. Pochta bo'lmasa, uni olib borish qimmatlashib ketadi. BTS degan pochta bor, yo EMO degan pochta bor. O'shalardan bittasi bo'lsa, bo'laveradi, o'shalardan chiqarib yuborilaveradi. Boshqa bizda aytga jo'natadigan imkoniyatimiz yo'q, to'g'risi. Hozir Muzaffar tog'a, bu hozir 250 ming so'mligi shu-a? Yana boshqacha nimalari bormi yo hozir bitta shundan chiqarmayapti? Boshqachalarni ham qildik, lekin u bundan kichkinarog'ini yasadik, to'rtburchagini uni to'rtburchak manzur bo'lmadi.
Ha, yumaladi. Kichkina deyishdi u. Ha, Bebaraka ish qilar ekan deyishdi. Ha, Keyin ha. bundan kattarog'ini yasadik. U endi uni ayollar, yosh bolalar chiqara olmay qoldi. Og'ir deyishdi uni. Ha. Ammo lekin menga ham shu juda yoqdi. Xuddi ikki ko'rgan odam zavodskiga o'xshaydi, hurmatli obunachilar. Mana chekkalarni ko'rishlari mumkin. Mana shunaqa joylariga, narsalargacha qilingan. O'ta akkuratni ishlatilgan. O'ta zo'r. Ishlatgan odamlar maza qiladi, xudo xolasa. Uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Kraskalar GK kraska sachib qo'yishdi. Devon kraskasi. O'ta zo'r kraska. Shuni ko'rsalar o'ta tiyomli chiqqanda. Maza qilishadilar, xudo xolasa. Keyin Muzaffar tog'a buni dastavkasini gaplashildik. Dastavkasi endi buyurtma berishgandan keyin qancha muddatda yetkazib beriladi bu? Endi vodiy bo'ylab bugun zakaz berilsa, ertaga yetib boryapti, xudo xolasa. O'sha yerda shunaqa yetkazib boryapti. 1-2 kunda endi uzoqda 2 kunda. Vodiy bo'ylab bugun zakaz bersa, ertaga yetib boradi. Ertaga yetib boradi. Toshkentlarga ham ertaga yo ertadan yetib boradi. Toshkent atroflariga. Endi Jizzax, Guliston, tomonga o'tgandan bu endi Muxtorxon TV YouTube kanalidan chiqqanlarga qanaqa bir aksiyalar qilib beriladi? Masalan, shuncha nimalar tayinlanyapti, birontasidan aksiya nima qilib yuborsak bo'ladimi? Bizni YouTube kanalimizdan chiqadigan bo'lsa, albatta musofirdagi aka-ukalar, obunachilarimiz Muxtorxon TV YouTube kanalidan chiqdim deb murojaat qilishlaringni so'rab qolamiz. O'shanda kim bilan aytishadi? Muzaffar tog' qanaqa bir aksiyalar qilib beriladi endi bizga? Endi Muxtorxon TVdan chiqsa, jinday aksiya qilib beramiz. Xolos, aksiya qilib beriladi. Lekin o'ziga ko'p qo'yilmaydi bunga. O'zingiz ham ko'rdingiz ish jarayonlarini. Haqiqatan juda mayda ish. mayda ish ekan. Vaqt ko'p ketadi, vaqt juda ko'p ketadi. Endi haqiqatan ham obunachilar endi to'g'risi 250 ming so'm degandan keyin telefon qilib ortiqcha ko'p tushib beringlar Muxtorxon TVdan oldigu deb bir 50 ming, 60 ming, 100 ming so'rab turmanglar, chunki o'zi aksariyat haqiqatan ham 250 ming so'm. Buni ko'rsam mana bir dona tomchi teshigi yo'q. Ertadangi zavodskiga o'xshab chiqqanda vaqtda bitta bosgandan yo'llardan loylar sizib turadigan bo'lsa, o'ta uyaltiradigan ish bo'lib qoladi. Obunachilaringiz oldida xullas uyalib qolmaydi deyishyapti. Mana shuncha mehnatni o'zimni hisoblab ko'radigan bo'lsam, bitta turbasi falon pul, ichidagi shuncha mehnat, bitta odamga bunday svarkalatgan olib boradigan bo'lsam, faloncha pullarni oladi. O'shanga narxlarda ammo lekin aksiyaga jicha orsoq beriladi. Xudo xolasa inshaalloh. Yo'llarni ichida qilib o'sha gaplashamiz uni. Keyin yana Muxtorxon narsamiz bor bizda, uni ham aytib, har 100-chi odamga bekarga ketadi. 100-chi? Har 200-chiga, 300-chiga, 300-chisini yaqinda topshirdik. 400-chiga ham jinday qoldi shekilli. O'shani aytib qo'yinglar, biz obunachilar o'shani poylab turishadi. Poylasi mana 358 da ketyapti. 358 da ketyapti. Jinday qoldi xolasa. 358-da ketyapti ekan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, musofirda aka-ukalar, videolarimizni oxirigacha ko'rdilar. Inshaalloh layklarni tirsillatib obuna bo'lishni unutmanglar. Mana xudo xolasa biz ish jarayonimiz aksariyat ustalar ishlar bo'yicha olib boriladi videolarimiz. Mana shunaqa videolar ko'rib borishlik uchun albatta tirsillatib layklarni bosib, obunachilar, sheriklarga, do'stlaringga, birodarlaringga videolarimizni jo'natib qo'yinglar inshaalloh. Rahmat, gaplashamiz xudo xolasa.